Furada shunaqa zerikib turganda avtobus kelib to'xtasa, yonida mana shunaqa qiz kelib to'xtasa. Bu mavzu bu haqida emas, tog'alar. Ko'pchilik mendan so'raydi-da, shu qiziqish o'zbeklarda baland-ku, Yevropada qanaqa qilib yuk topasizlar? Mana masalan shu mashinalarni yuklab Ispaniyadan kelyapman. Qanaqa qilib topasizlar? Kim sizlarga beradi? Yo o'zlaring xuddi Telegram, O'zbekistonga o'xshab Telegramdan qidirasizlarmi deb ko'pchilik so'raydi. Hozir ketishidan oldin bitta video olib qo'yay. Voy, tog'a. Qo'lini ko'tar. Xullas, bizda Yevropada unaqa Telegram, unaqa narsa yo'q. Hali bog'lanib qolib, men o'zim ishlaganman-da oldin. Hali Samarqand, Buxoro, O'zbekiston ichi Rossiyaga yuk tashiydigan bo'lsak, Telegramda 150 ta logistik gruppa bo'lardi. Qidirib unisiga bali yozasan, bunisiga qarochi gaplashgisi kelmaydi, kimlardir logistlar. Xullas Yevropada shunaqa sistema qilib qo'ygan. Xullas Googledan o'zlari sayti bor, saytdan yukni topishadi osongina. Hali yuk beruvchilar yukni yozadi, va menejerlar yukni oladi, sraz beradi. Bu yerda xullas qiyin joyi yo'q-da. Hali Telegramlarda va odam WhatsApp 85 ta tanish topish kerak, yuk bo'lish kerak, unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda ham sekin bu narsalar yo'lga qo'yilyapti, tog'alar. Furachilar hali ko'pchilik yuk qidirib, stoyankaga borib, xullas bezor bo'lib ketganda Telegramga palang SMSlar keladi, ko'rsin. Logist gruppa 150 tasiga podpiska qilib qo'ygan. Hammasida bir xil yuk keladi. Bitta logist hammasiga bitta yuk tashiydi. Uning tashalgan yukni 89 ta odam hali talashib, tortishib, men arzonroq olib ketaman. Kimdir yana ustiga qo'yib, kimdir ustidan olib u yukni qo'llab pista pocha narxga olib borishadi-da. O'zbekistonda ham shunaqa nimalar logist gruppalar xuddi yevropeyskiy stilda qilib, hali odamni sarson qilmaydi-da. Bitta saytga kiriladi, tarsaytib yukni olinadi, joy-joyida cheki-puki qarochi. Shuning uchun yangilik bo'lib qolish kerak O'zbekistonda ham.